Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Hyundai Tucson mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinani sразу informatsiyasini aytaman. 2010-yil 250 ming kilometr bosib o'tgan, motori, ходовой, korobkasi, elektronikasi xudo xolisi ideal holatda. Mashinamizning ham narxini sразу aytaman. Narxi 9600 AQSh dollari. Mashinani bitta ko'ramiz. Hyundai o'zi eng надежный mashinalardan bittasiga kiradi. Akalar, bu mashinalarimizning internetdagi narxi 11 mingdan 13 ming, 14 ming dollargacha turadi. Bizanikining narxi atigi 9600 AQSh dollari. Mashinamizda полный привод 8 diskelada turibdi. Holati texnически yaxshi. O'zingiz uchun bitta polirovka himchiska qilib olsanglar bo'ldi. Orqa rakursini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mashinamizni aytib o'tganimdek to'rvada, ya'ni 4 ta ballonni tortadi. Bunday brendoviy vitrovkalar kimga qiziq bo'lsa, juda ham katta assortimentda magazini nomerini yozib qo'yaman. Bemalol meni nomimdan murojaat qilsanglar, uyingizgacha dostavkasi bepul bo'ladi. Mashinamizning interyerini ko'rsanglar bo'ladi. Kojinli sideniya material bilan kombinatsiya qilingan. Oldi sideniyalarimizda abagreх bor, klimat kontroli bor, o'zining monitori bor, siklopodъемnikli, детский rejimli avtomatik korobkasi. Mashinamizda xullas zo'r. Okalar, aytib o'tganimdek, narxi 9600 AQSh dollari. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hyundai Tucson mashinasi.